Bitta boshdan tushuntirib yuboray. Endi bitta YouTube'ga ham qo'yib qo'yaman. Sizlar ham kerak paytda eslanglar chiqib qolganda kirib ko'rasizlar. Demak, qaysi ustoz kanalida ko'rganingizni bilmayman, lekin menga rosa yoqib qoldi bu masala. Tut daraxtining demak tanasining aylanasi qancha ekan? 147,58 ekan, to'g'rimi? Bu umumiy aylanani uzunligi. Va aytyapti, yillik halqalarning o'rtacha kengligi 0,5 sm. Mana bu 0,2, mana bu 0,5, mana bu 1, mana bu misol uchun 2, mana bu 5 turgan bo'lsa, misol uchun. O'shalarni hammasini qo'shib halqalar soniga bo'ladigan bo'lsam, o'rtacha halqaning nimasi kelib chiqadi? Kengligi kelib chiqadi, to'g'rimi? Halqaning kengligi qancha ekan? 0,5 sm ekan. Endi qobig'ining qalinligi esa, buni po'stlog'ining qalinligi esa qancha ekan? 1,5 sm ekan. Va meni masalan sharti nima so'radi? Daraxtning yoshini aniqlash so'radi, to'g'rimi? Endi daraxt yoshini aniqlash uchun demak, aniqlash uchun nima qildik biz? Kelmayapti. Demak, daraxt tanasining umumiy radiusini aniqlash uchun biz qisqa lo'nda tushuntiraman. 140 pining o'rtacha qiymati qancha ekan? 3,14 ekan, to'g'rimi? O'sha 3,14 ni 2 ga ko'paytiramiz. Nech chiqadi? 6,28 chiqadi. Batafsilroq. 147,58 ni 6,28 ga bo'lamiz. Bu daraxtning nimasi kelib chiqadi? Radius kelib chiqadi, to'g'rimi? 23,5 sm ekan. Endi yog'och qismini po'stloqsiz qavatini aniqlashimiz uchun biz boyagi 1,5 sm dan nima qildik? Ayirib tashladik. Chiqqan javobdan 1,5 da ayirib tashladik. Nech chiqdi? 22 sm chiqdi, to'g'rimi? 22 sm chiqqan bo'lsa, endi daraxtning yoshini aniqlaydigan bo'lsak, biz boyagi yillik halqalarga chiqqan javobni bo'ladigan bo'lsak, 44 chiqar ekan. Demak, bu 44 yoshdagi daraxt ekan. Tushunarlimi? Oson ekan? Bu tushungan bo'lsanglar. Endi qiziqishga bitta narsa beraman. Demak, mana buni 167,58 qilib, bunisini 1 sm qilib, mana bunisini 2 sm qilib ishlab, kommentariyaga javobini yozib qo'yinglar.